ikki xil penamiz yana bir sepib ko'rsataman. Endi devorimizga sepib ko'rsatamiz. Birinchi qimmat penamizni sepamiz. Hidli qimmat penamiz bu. Endi hidsizini sepamiz. Hidsiz 20 kiloz 530 milli penamiz. Mana bu hidli 20 kiloz 580 ming 570 ming penamiz. Bu gitta quyuqroq ekan. Pastga tushish jarayonlari. Rangi ham gitta to'qroq ekan. Ozroq. Mana o'zidan farqlasa ham bo'ladi. Mana rangiga qaranglar. Quyuqroq, 530 milli. Ochroq. Farqi, yana farqi hidi, bu hidli qimmat penamiz, bu hidsiz. O'ylaymanki, bu suvni ko'proq ko'taradi. Chunki ikkalasini ham hozir 10 ga bir tayyorlaganman. O'zi mana ma'lumda, mana rangidan. Mana